Davlat korxonalari faoliyati samaradorligi oshiriladi. Davlat korxonalarida tannarxni kamaytirish va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoyishi qabul qilindi. Farmoyishni qabul qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad 2026-yilda davlat ulushi 50% va undan yuqori bo'lgan korxonalarda mahsulot tannarxini kamaytirish va faoliyati samaradorligini oshirish etib belgilandi. Farmoyishga ko'ra, davlat korxonalarida mahsulot tannarxini kamaytirish va mehnat unumdorligini oshirishning quyidagi asosiy yo'nalishlari belgilandi. Jumladan, xarajatlarni har chorakda qayta tahlil qilish orqali kelgusi davrdagi har bir yo'nalish ustuvorligidan kelib chiqib, byudjetni to'liq noldan qayta ko'rib chiqish, tejamkor ishlab chiqarish va me'yorlash tamoyillarini joriy etish, shuningdek davlat korxonalarida tannarxni kamaytirish va samaradorlikni oshirish masalalarini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika komissiyasi tuziladi va uning asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi. Jumladan, davlat korxonalariga xarajatlarni maqbullashtirish va samaradorlikni oshirish bo'yicha dasturlar tayyorlashda metodologik yordam berish, to'lov tizimini takomillashtirish orqali debitor va kreditor qarzdorliklarni kamaytirish.